Assalomu alaykum. Salomatmisizlar? Shu mani maytapim. Bugün ben şu devorda o'rnida reshotka bo'lardi. Mana shu reshotkadan oshib kirardi. O'zi mana devor bo'lib ketibdi. Nima deydi, arqa tarafga o'sha reshotkadan oshib o'tmasligimiz uchun katta bizdan ancha katta yoshdagi akalar qo'yib qo'yishardi. Qo'rqqanimizdan keyin bu tarafdan, oldi tarafdan kelardi. Yerda o'sha formalaringiz bilan kutib olishadi. O'sha qarabsizki, mana shu yo'lga chiqsa o'sha yuraylik kunlar, hozir forma yo'q. Nima derkin deb turardi. Mana yerda o'sha mana shu adashmasam mana shu uchovidan bittasida xullas xonamiz. Mana shu yerlardan даже hopkani tashab keyin oshib qochardik boru uyga qarab. Yoshlik. Endi bu yoshlikda menimcha Elon Muskning pullari bilan ham top bo'lmasa kerak. Shu mana katta bola bo'ldi. Dars tugasa uyga ketardik. Hozir boshqacha atmosfera bo'lgan ekan. Yoshlik. Endi qaytib kelmaydi u damlar deydi-ku. Maza edi. Lekin maktabimni ko'rib maza qildim baribir. Mayli yoshligiga qaytmasak ham, hatto shu maktabni ko'rsak ham qaytgandek bo'lib, shu yoshlikdagi atmosferani kayfini beraveradi. Yoshlikda eslab turish kerak. Bu ham boshqacha gashti bo'ladi. Bir sizlarga ham ne dedim-da. Salomat bo'linglar. Oshib kirardi. O'zi mana devor bo'lib ketibdi. Nima deydi, arqa tarafga o'sha reshotkadan oshib o'tmasligimiz uchun katta bizdan ancha katta yoshdagi akalar qo'yib qo'yishardi. Qo'rqqanimizdan keyin bu tarafdan, oldi tarafdan kelardi. Yerda o'sha formalaringiz bilan kutib olishadi. O'sha qarabsizki, mana shu yo'lga chiqsa o'sha yuraylik kunlar, hozir forma yo'q. Nima derkin deb turardi. Mana yerda o'sha mana shu adashmasam mana shu uchovidan bittasida xullas xonamiz. Mana shu yerlardan даже hopkani tashab keyin oshib qochardik boru uyga qarab.